Kitobning 29-beti juftlikda ishlaymiz. Javobni chamalash orqali toping. Chamalab topgan javobingiz bilan kalkulyatorda topilgan javobni solishtiring. Chamalash orqali topilgan javobingiz aniq javobga qanchalik yaqin. Demak, A'dan boshlaymiz. Biz chamalab topamiz va buni kalkulyatorda qavschada javobini yozib qo'yamiz. A variantini e'tibor bersak, 81,5 va 68,100 ning yig'indisi. Biz 85 yarimni biz buni demak chamalash orqali 82 ga yaqin son deb olamiz. Shunda taqriban 82 plus 68 deb yozib olamiz. Buning yig'indisi 2 ga 8 ni qo'ysak 10 bo'ladi. Birdilda 8 ga 6 ni qo'shamiz 14, birdildagisi bilan 15 bo'ladi. Demak, bu 150 ga yaqinroq son ekan. Endi buni kalkulyator yordamida 81,5 plus 68,100 ni hisoblasak, javobimiz buni qavs ichida yozamiz. 149,151 chiqdi. Demak, bunga juda yaqin. Ya'ni bizda 150 bo'ldi, javob esa asl javob 149,151. Ikkinchisida ham xuddi shunday yechamiz. Demak, ikkinchisi B. 79,101 ayrilgan 6,145. Biz buni chamalangan holatda, demak, to'lqinli tenglikni yozamiz. 79 dan ayiramiz 6 ni. Taqriban bizda 73 javob chiqishi kerak. Endi kalkulyatorda topsak 79,101 ayrilgan 6,145 javobimiz qavs ichida yozamiz. 72,156. Bular deyarli yaqin, chunki 72,156 ni demak taqriban 73 ga tengligini bilganimiz uchun demak javobimiz to'g'ri deb olamiz. Va C variantini ko'ramiz. 40,8 ko'paytirilgan 9. Biz buni chamalash orqali to'lqinsimon tenglikni yozamiz va 40 ni 9 ga ko'paytiramiz deb olamiz. Buni ko'paytirish oson, deyarli 360 ga yaqinroq son chiqishi kerak. Biz endi to'liqroq kalkulyatorda 40,8 ko'paytirilgan 9 deb yozamiz. Javobimiz qizil rangda 360,172 chiqadi. Bular ham demak bir-biriga yaqin sonlar. Va D variantiga o'tamiz. 65,7 bo'lingan 9. Biz buni taqriban e'tibor beramiz. 65,7 ni biz 66 ko'rinishida yozsak bo'ladi. Shunda taqriban 66 bo'lingan 9 deb olamiz. Va 66 ni biz 9 ga bo'lishimiz uchun deyarli buni 66 taqsim 9 deb 3 ga bo'lib yuboramiz. Qisqartirib, ya'ni surat va mahrajlarni 3 ga qisqartirsak 22 taqsim 3 bo'ladi. Bu 7,3 dan 1 ga teng. Endi agar kalkulyator yordamida biz 65,7 bo'lingan 9 deb hisoblasak, javobimiz 7,3 kelib chiqadi. Bular ham yaqin. Va I variantini ko'ramiz. 312,196. Buni 6 ga ko'paytirishimiz kerak. Biz bunda taxminan 313 ko'paytirilgan 6 ko'rinishida yozsak bo'ladi. Shunda 313 ni 6 ga ko'paytirish osonroq. Bu 1878 atrofi bo'ladi. Agar biz uni kalkulyatorda hisoblasak, butun qismlar 98, ya'ni 100 dan 98 larni ham qo'yib 6 ga ko'paytirsak, javobimiz qavs ichida 1877,88 chiqadi. Bular ham juda yaqin sonlar. Va bu yerda oxirgisi F variant qoldi. 0,100 dan 96 ni demak 8 ga bo'lib yuboramiz. Bu taxminan 1 ni 8 ga bo'lish degan, ya'ni 8 dan 1. Agar buni surat va mahrajlarga 125 ni ko'paytirsak, javobimiz 1000 dan 125 bo'ladi, ya'ni 0,1000 dan 125. Agar buni biz kalkulyator yordamida 0,100 dan 96 bo'lingan 8 deb oladigan bo'lsak, javobimiz qavs ichida 0,100 dan 12 bo'ladi. Endi chiqqan javoblarni solishtirsak, bular juda yaqin. Demak, javobimiz to'g'ri deb olamiz. Endi keyingisi qiziqarli matematika.
O'ynang va o'rganing. Bo'lish amalini kalkulyatordan foydalanib bajaring. Yulduzcha qo'yilgan misollarda kalkulyatordan foydalanmang va javobni qanday topganingizni tushuntiring. Endi birinchisida 3 ga bo'lish. Bunda amal 3 ni, ya'ni 1 ni 3 ga bo'lamiz. Keling kalkulyator yordamida 1 bo'lingan 3. Bu demak 0,0 davrda 3 deb demak cheksiz davom etadi. Endi ikkinchisini 2 bo'lingan 3 ni qanday qilamiz? Biz 2 bo'lingan 3 ni topish uchun 2 ni, ya'ni birinchi sonni mana bu 0 davrda 3 larga demak ko'paytiramiz. Shunda ko'paytiradigan bo'lsak, javobimiz bizda 0 davrda 6 lar kelib chiqadi. Buni kalkulyatorda keyin isbotlab 2 ni 3 ga bo'lib javobni ko'rsak bo'ladi. Endi keyingisi 7 ga bo'lish. 7 ga bo'lganda biz kalkulyatorda 1 ni 7 ga bo'lamiz. Javobimiz demak 0,14 28 57 va hokazo demak davom etdi. Endi ikkinchisi 2 ni 7 ga bo'lamiz. Javobimiz 0,28 57 14 demak davom etdi. Endi 3 ni 7 ga bo'lamiz. Javobimiz 0,42 85 71 va hokazo demak davom etdi. Endi biz 4 ni va 5 ni 7 ga bo'lib ko'rishimiz kerak. Endi biz qanday qonuniyatni ko'rdik? E'tibor beramiz. 1 bo'lingan 7 ni biz topib oldik boshida. Endi 2 bo'lingan 7 ni topish uchun biz oddiygina 2 ni mana bu songa ko'paytirsak yetar edi. Ya'ni 2 ni 0,14 28 57 ga ko'paytirsak bu paydo bo'ladi. Agar 3 ni 7 ga bo'lmoqchi bo'lsak, biz 3 ni, ya'ni birinchi sonni 0,14 28 57 ga ko'paytirsak kifoya yetar edi. Endi 4 ni 7 ga bo'lmoqchi bo'lsak, 4 ni aynan mana bu songa ko'paytiramiz endi. Ya'ni bu yerda demak 4 ko'paytirilgan 0,14 28 57 bo'ladigan bo'lsa, demak mustaqil ravishda buni ham ko'paytirib olsak bo'ladi. Javobimiz shunda qizil bilan yozamiz. 0, bizda 57 14 28 degan sonlarga demak o'xshash sonlar paydo bo'ladi. E'tibor beramiz. 4 ni 1 ga ko'paytirsak 4 ga, 2 ga, 8 ga, 5 ga, 7 ga orqa tomondan ko'paytirib kelamiz. Deylik 4 ni 7 ga ko'paytiramiz 28, ikkisi dilda 4 ni 5 ga ko'paytiramiz 20, 2 bilan 22 bo'ladi. 4 ni 8 ga ko'paytiramiz 32, 2 bilan 34 bo'ladi. 4 ni 2 ga ko'paytiramiz 8, 3 bilan 11 bo'ladi. 1 ni yozamiz. 4 ni demak 4 ga ko'paytiramiz 16, bir dildagisi bilan 17, 7 ni yozamiz va 4 ni 1 ga ko'paytiramiz 4, bir dildagisi bilan 5 bo'ladi. Demak 4 ga ko'paytirganimiz xuddi shu ko'rinishda yozilar ekan. Endi biz 5 ga ko'paytirib ko'ramiz. Aynan mana shu 14, 28, 57 ni 5 ga ko'paytiramiz. Shunda natijamiz bizda quyidagicha bo'ladi. Demak, butun 14, 28, 57 ni 5 ga ko'paytirsak, javobimiz 0,71 42 85 degan sonlar kelib chiqadi. Demak, qonuniyatni biz bilib oldik. 1 ni o'sha songa bo'lamiz, chiqqan natijani keyin 2 ga, 3 ga, 4 ga, 5 ga ko'paytirib olaveramiz. Endi 9 da ham xuddi shunday. 1 bo'lingan 9 nechaga teng? 1 ni 9 ga kalkulyator yordamida bo'ladigan bo'lsak, bu 0 davrda 1 demak davom etadi. Endi 2 ni biz 9 ga bo'lamiz. Davrda 0,2 deb davom etib ketadi. 3 ni bo'ladigan bo'lsak 0,3 deb demak davrda davom etadi. Endi biz 4 ni va 5 ni ham oson topa olishimiz mumkin. Demak 0 davrda 1 ga ko'paytirib yuboramiz. 4 ni ko'paytirsak 0,4 lar boshlanadi. 4 va hokazo davom etadi. 5 ga ko'paytirsak 0,5 lar davom etadi. Chunki biz bo'linayotgan sonni birinchi natijaga ko'paytirib oldik va buni kalkulyatorda tekshirsangiz ham aynan shular kelib chiqadi.